Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Alloh Ramazon oylarini yana bir karra muborak qilsin deb Allohdan so'rab qolaman. Siz azizlar bilan Ramazon oylaridagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun qaynonalar haqida suhbatlashamiz. Albatta bizning suhbatimizni eshitib turgan Munisa mo'tabar onalarimizdan uzr so'ragan holda, bu hamma uchun emas, har kim o'ziga keragini olsin degan taklif bilan suhbatni boshlamoqchiman. Chunki shunday qaynonalar borki, kelin uchun jonini beradigan. Ammo afsuski, shunday qaynonalar borki, kelinini kerak bo'lsa jonini oladigan. Avvalo, qaynona kim? Qaynona bu bir mushtipar ona. Qaynona bo'lib turgan onaxon o'zini farzandiga baxt va saodat so'rab doim duo qilgan. Allohim bolamga baxt bergin, farzandimga yaxshi kelin ato qilgin deb duo qilganligingiz uchun ham Alloh sizga mana shu kelinni ato qildi. Lekin ba'zan qaynonalar buni esdan chiqarib qo'yadi. O'zlari doim duo qilib yuradi. Allohim meni bolamga yaxshi kelin ato qilgin deb Allohdan so'raydi. Tanish bilishlarini ishga solib yaxshi kelin qidiradilar. Sovchilarni o'rtaga qo'yib uyma-uy yurib kelin topadi. Yaxshiyamki bizning odatimizda kuyov tomon kelinni uyiga boradi. Hech qaysi sovchi kelinni uyiga borganda siz qizingizni bizga bersangiz unga zulm qilamiz, uni qiynaymiz, uni ertalab sahar turib to kechqurun xuftongacha ishlatishlikka, mana bu xizmatlarni qildirishlikka olyapmiz deb aytmaydi. Buni eshitib turgan hammamiz tasdiqlaymiz. Sovchilar bir xil gap gapiradi. Qizingizni bizga bersangiz, uyimizni to'g'ri qizingizniki bo'ladi. Malikalardek ushlab o'tiramiz. Birorta qo'lini sovuq suvga ham urgizdirmaymiz. Shunday hurmat qilamizki, uyimizni eng zo'r joyini qizingizga bo'shatib beramiz. Bersangiz bizga berasiz. Va hokazo oltin tog'larni va'da qilib gapiradi. Qizni ota-onasi shu darajada bo'lib ketadiki, ko'z oldiga qizini baxtini, saodatini, go'yoki bir malika bo'lib bir xonadonda yurganligini havasi uyg'onib ketib, sizga berdim mana shu qizimni deb yuborganini o'zi ham bilmay qoladi. Lekin to'y bo'lib, qiz u uyga tushgandan keyin butunlay boshqa sahnalar ko'rina boshlaydi. Qizingizni kelin emas, qiz qilib olyapman degan qaynona o'zini uyiga qiz emas, kelin ham emas, balki bitta cho'ri yoki bir qul qilib olgandek munosabatini boshlaydi. Kelin ular uchun xizmatkor. Hamma narsaga ulgish kerak. Ertalabdan kechgacha qaynonaning xizmati, qaynisingli bo'lsa, u ikkinchi qaynona. Shunday holatlar bo'ladiki, kelin faqatgina xizmat bilan ovora bo'lib, na o'ziga oro bera oladi, na erini ko'ynini olaydi. Faqatgina bir narsa, qaynonamdan gap eshitmasam bo'ldi degan tasavvur bilan yashaydi. Alal oqibat muhtaram kuyov to'ramizning ko'ziga kelinimiz sekin xunuk ko'rina boshlaydi. Ko'ngli boshqa kelganda yasanib kutib oladiganlarni qumsab qoladi. Bunga qaynona sabab. Qaynona keliniga o'rgatish kerak edi. Turmush o'rtog'ingizga yasaning, mana o'g'limni siz jufti halolisiz. Sizni o'g'limni baxti saodati uchun oldim qizim. Eng birinchi siz mana shu uni duosini oling. Shunday ekan qizim, hamma e'tiborni turmush o'rtog'ingizga, mani o'g'limga qarang degan qovulda gapirsa qaynona qanday ham yaxshi bo'ladi. Uyalganidan kelin hamma xizmatni qiladi. Lekin bizda aksi. Kelin birorta xato qilmaslik kerak. O'zini yoshligini, o'zini kelin bo'lganligini qaynonalar unutib qo'yaptilar. Muhtarama qaynonalar, aziza onajonlar, siz ham kelinligingizni eslang. Mana shu paytda o'zingiz niyat qilgan bo'lsangiz kerakki, Alloh menga kelin bersa hech qachon bunaqa muomala qilmayman deb. Lekin nima uchun siz o'zingiz davom etyapsiz? Qaynonalar o'lchovlari juda xato. Qarang, bir qaynonadan kelin haqida va qizini turmushga bergan ekan, qiz haqida savol bo'lyapti. Ikkalasidagi sahna bir xil narsa, bir xil voqea, lekin munosabat ikki xil. Mana shu hikoyani aytib beraman sizlarga. Bir ayoldan so'rayaptilar. Keliningiz qanday? Mana kelin tushirdingiz, yaxshimi desa, qaynona ko'ziga yosh olib, peshonam sho'r ekan. Alloh menga shunaqa kelinni ham beradimi? Qaysi gunohim uchun bu kelinni Alloh menga berdikin bilmadim, deyapti qaynona. Nima qiladi? Kelinim ertalab quyosh chiqquncha uxlaydi. Ovqatlarni bemaza qilib qo'yadi. O'g'limni ba'zan o'zim ishga kuzataman. Hatto poyabzalini artib qo'yishlikka ham yaramaydi. Qo'lidan ish kelmaydi. Biror bir ishni eplab qilganini ko'rmayman. Mana shunaqa peshonam sho'r bo'lmasa, o'g'lim bechora baxtsiz bo'lmasa, shunaqa kelin ham nasib qiladimi? Bilmadim. U kelin bilan uzoqqa bora olmayman-ov. Haydab yuborsakmikin, boshqa olsaymikin degan o'y kelib qolyapti deb ko'ziga yosh oldi onaxon. Qizini ham uzatgan edi.
so'rovchi qizi haqida ham so'rayapti. Qizingizchi? Qizingiz qanday? Ha, qizimni peshonasi yaltiragan ekan. Alloh shunday bir ajoyib kuyov berdi. Qarang, qizimga erkalatib, sen ertalab sahar turmagin deb uxlatib qo'yar ekan. O'zi qizimni bezovta qilmasdan kiyimlarini kiyib, o'zini o'zi eplab ishiga ham ketar ekan. Hatto qizim qiynalmasin deb kir mashinani o'zi yuvadigonigacha olib beribdi. Ovqatlarni bemaza qilib qo'ysa, qaynonasi, "Mayli qizim, biz ham shunaqa bemaza qilganmiz" deb uni ehtiyotini qilar ekan. Qarang, Alloh qizimga qanaqa baxt ato qildi-yu, o'g'limga qanaqa baxt qarolik ato qildi deb javob bergan ekan. O'zi aslini olib qarasangiz, ikki tomonda ham bir xil narsa, faqat ikki xil munosabat. Keliniz ham kimnidir qizi. U ham xuddi siz kabi shunday bo'lishni orzu qiladi. Lekin u narigi tomonda qizi qanaqa ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilikka yo'yayotganini qarang. Shunday ekan, aslida biz nimani eksak shuni o'ramiz. Xalqimizning maqoli bekorga chiqmagan. Va bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Dunyoda duosi qabul bo'ladigan odamlar bor. Ota-onani duosi qabul bo'ladi. Shubhasiz. Yana bir duo bor. Mazlumni duosi mustajab. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, har qanday duo bilan bandani orasida bir parda to'sib turadi, lekin hech qanday to'siqsiz boradigan duo bu mazlumni, zolimni haqqiga qilgan duosi dedilar. Mazlum kim? Nohaqdan zulm bo'lgan. U qo'l bilan urib zulm qilishlik shart emas, tili bilan bo'ladigan zulm eng yomoni. Qaynonalar odatda tili bilan zulm qiladilar. Mana shu til bilan qilinadigan zulm kelinizni mazlumaga aylantirib, uni duosini qabul qiladigan qiladi. Ko'ziga yosh olib Allohga nola qiladi. Meni aybim nima deb yig'laydi. Natijada uni duosi qabul bo'ladi va qaynona uchun dunyo va oxiratda azoblar, uqubatlar bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun ham muhtarama qaynonalarimiz kelinlarimizga nihoyatda chiroyli muomala qilishlari kerak. Kamchiliklari bo'lsa, uni o'rgatish kerak, ta'lim berish kerak. Ularni o'zini yoshligiga qiyoslash kerak. O'zi ham yoshligida qancha xatolarga yo'l qo'yganini bilishlik kerak. Va shuni barobarida siz o'g'lingizni baxt va saodatini eng birinchiga qo'yishingiz kerak. Siz kelin olishlikdan ko'zlagan maqsadingizni unutmang. Siz bolangizni baxtli, saodatli bo'lishligi, jufti halol bilan yashashligi, zurriyotni davom ettirishligi, bolangizni uyda ham, ko'chada ham baxtiyor bo'lishligi uchun tanlab kelin olgansiz. Bu bolangizni baxti. Shunday ekan, o'z bolangizni baxtiga siz zomin bo'lmang. Muhtaram azizlar, qaynonasidan shikoyat qilib yig'lab kelayotgan kelinlar ko'payib ketdi. Onasidan shikoyat qilib kelayotgan o'g'illar ko'payib ketdi. Men ikki o't orasida qoldim. Bu tomonda onam, bu tomonda ayolim, nima qilay deb berilayotgan savol ko'payib ketdi. Lekin unutmaslik kerakki, siz keliningizga nima muomala qilsangiz, nima zulm qilsangiz, qizingiz bechorani boshiga shu kun tushaveradi. Axir buni hayot ko'rsatib turibdi-ku. O'zingiz bir qarab ko'ring. Siz keliningizga nima munosabat qilsangiz, qizingizga shuni bo'layotganini o'zingiz ko'rib, ko'rmaganga olasiz. Ba'zan kelin bilan kuyovlar munosabati juda yaxshi bo'ladi. Bir-birini hurmat qiladi, bir-birini yaxshi ko'radi. Lekin afsuski, qaynonalar bularning orasiga tushadi. Ularning munosabatini buzadi. Kelinni ayiblarini oshirib, ko'pirib farzandiga aytadi. Bechora farzand ko'chadan kelgandan keyin nima qilsin? Onasini aytgan gapini tasdiqlab, kirib ayoliga zulm qiladi. Natijada kelin yig'lab, qaynonasini mana shu gaplari uchun Allohga nola qiladi. Aslida azizlar, kelinga qilinayotgan har bir zulm faqatgina keliningiz uchun bo'lmaydi, kelinning otasi uchun bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Utba va Utayba degan Abu Jahlning o'g'illariga bergan edi islomdan avval. Ular nima qilib bo'lsa ham Rasululloh alayhisolatu vasallamga ozor berib, dilini og'ritishlikni xohlar edi. Lekin har qancha ozor bermasin, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sabrda, qanoatda turardilar. Ammo bir kuni ozor berishlikni yomon yo'lini tanladilar. Otasi chaqirib aytdiki: "Ey Utba, ey Utayba, bizning dushmanimiz bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ozor berishligini eng yaxshi yo'li uni qizlarini haydab yuborish, qizlariga zulm qilish. Qizlarini haydab yuborasan" dedi. O'g'illari otasining gapiga kirib, qizlarini haydab yubordilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uyda o'tiruvdilar, ikkala qizlari yig'lab kirib keldilar. Hayron bo'ldilar. "Nima bo'ldi?" deyodilar. "Bizni haydashdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi bo'lganligi uchun haydashdi.
otalariga ozor berishlik uchun haydashdi. Payg'ambarimiz alayhisalom qizlarini uyga kirib kelganini ko'rib, ko'zlariga yosh olib yig'lab yubordilar. Xafa bo'lmalaring, men duo qilaman, Alloh sizlarga Utbadan ham, Utaybadan ham ko'ra yaxshi jufti halol beradi deb duo qildilar. Va bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga og'ir botdi. Shunday ekan, siz bir qizga ozor berayotganingizda, ya'ni keliningizga ozor berayotganingizda bitta kelinni o'ziga emas, uni uyda o'tirgan otasiga ham mana shunday ozor berayotganingizni esdan chiqarmasligingiz kerak. Uni ko'ziga yosh keladi. Avaylab, asrab, boqib katta qilgan qizini birovlarning uyida mazluma bo'lib qolganligini qabul qilishligi juda qiyin. Allohga nola qiladi. Qizni onasi esa yig'laydi. Ilohim, qizingdan qaytsin deb duo qiladi. Boshqa chorasi yo'q. Ular qizini ajratib ola olmaydilar. Borib siz bilan janjal qila olmaydilar. Ular uchun eng yaxshi yo'l Allohga nola qilib duo qilishlikdan boshqa narsa emas. Agar shuni aksi bo'lsa-chi, siz qizini aybini berkitib, uni yaxshiligini oshirib, unga yaxshi muomala qilib, uni o'z qizingizdek ko'rib erkalab, ba'zi kamchiliklarni kechirib, otangizga, onangizga rahmat degan gaplarni aytib tursangiz, endi ota-onasi uyda, Allohim, mana qudamni umrini uzoq qilginki, qizim mana shuni xizmatini qilib duosini olsin. Qizlariga, nabiralariga baxt va saodat berginki, rohatini ko'rsin deb duo qiladi. Mana buning uchun ham azizlar, biz kelinlarimizga yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Bir narsani unutmaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haqiqiy musulmon boshqalarga tili bilan va qo'li bilan ozor bermaydigani dedilar. Tilingiz bilan, qo'lingiz bilan ozor bermang. Bu kelin bo'lsa ham. Chunki bu sizni farzandingizni jufti haloli, sizni zurriyotingizni davomchisi. Mana shu kelin sizni nasabingizni davom ettirishga sababchi bo'ladigan ona bo'lyaptilar. Shunday ekan, muhtarama qaynonalarimiz bir o'zlarini to'g'rilab olib, ularga chiroyli muomala qilishligi kerak. Barcha xonadon ahllari, qaynota qaynonalar, qayni singil va qayni inalar bir narsani esdan chiqarmang. Bu dunyoda qilingan biror yomonlik javobsiz qolmaydi. Shu o'rinda qayni singillar ham kelinoyalarini duosini olsinlar, xizmatini qilsinlar. Shunda sizga chiroyli jufti halollar, sizni hurmat qiladigan qayni singillik xonadonlar nasib qiladi. Bugungi suhbatimiz faqat qaynonalarga taalluqli bo'ldi va hammasiga emas, balki gap o'z egalarini topar. Ilohim bundaylar bizni yurtimizda bo'lmasin. Odamlarning iltimosi bilan biz bu gaplarni gapirdik. Ammo lekin keyingi suhbatimiz kelinlarning vazifalari. Inshaalloh kelinda haqlarini, suhbatlarini siz azizlarga yetkazamiz.